Ona, qanaqa xotin olib berdingiz? Qayerdan bilaman o'g'lim, anu bloger kelinlardan ekan-da. O'zim ham aytdim. Like bosmagunimcha aytganimni qilmaydi ona. Kelin, nima qilyapsiz? Trend olyapman oyijon, Instagramda trend bu hozir. Ha, bu trend olaman deb bizani oilaviy brendimizni pachag'ini chiqarib yubormang. Anu borib oshxonada ovqat trend qiling, aynaning, xo'pmi? Hay jonim bo'lsin, bora qoling. Xo'p bo'ladi. Bo'ladimi? Yorvarsiz ona. Hurmatli podpischiklarim, bugun qaynona oyijonimga o'z qo'llarim bilan osh tayyorlab bermoqchiman. Oy, Wi-Fi kelin. Like bosganimga ishonmay, xo'pmi? Agar mana shu Instagramingizni deb ochib qoladigan bo'lsam, cho'rniga tikka-machanga tiqib yuboraman, ha. Keyin o'g'lim bilan kalabrasda qilolmay o'tirasiz. Bo'la qoling. Ha, bo'ladi oyijon, hozir och qolmaysiz. Trend bo'lib ketmasam bo'ldi.